Xitoy hukumatining Uyg'urni yo'qotish taktikalari haqida. Avtori Erkin Sidiq. 2019-yili 1-oyning 11-kuni. Hozir Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarga qanday zulmlarni selvatganligini chet eldagi qarindoshlar asosiy jihatdan biladi. Ammo mening his qilishimcha bir qism qarindoshlar bo'libmi Uyg'urlarning hozirgi hol-ahvolini chet ellik xalqlar va har xil chet el hukumat amaldorlariga tushuntirayotgan bir qism qarindoshlar Xitoy hukumati hozir yo'l qo'ygan suiqasdlarning eng oxirgi maqsadining nima ekanligi hamda shu maqsadga yetish uchun ishlatayotgan taktikalar qaysi ekanligi haqida to'liq va to'g'ri tushunchaga ega emas. Shundoq bo'lg'achqa men mazkur yozmamda o'zimning kuzatishi va izlanishi orqali bayqagan va to'plagan bir qism uchurlarni xuloslab o'taman. Mening ba'zi chet ellik tanishlarim mendan texi bir qancha kun oldinlar. Uyg'urlarning hozirgi ahvoli qandaqroq? Seningcha yaxshilanish bo'ladigandekmi deb so'radi. Men ularga Uyg'urlarning hozirgi ahvoli intayin nachar, umumiy manzara intayin fojialik. Buningdan keyin qandaq bo'ladiganligi bizning buningdan keyingi tirishchanligimizga bog'liq deb javob berdim. Yig'inchoqlab aytganda, Xitoy hukumatining hozirgi tub maqsadi Uyg'urlarni bir millat sifatida yo'qotib etish bo'lib, u assimilyatsiya qilib yo'qotish, ruhiy va jismoniy jihatni meyplashtirib yo'qotish, tabiiy ko'payishni to'xtatib qo'yoqtish va o'ltirib yo'qotish qatorliq 4 cho'ng asosiy tarmoqni o'z ichiga oladi. Tövende men aşı 4 cho'ng tarmoqni va Xitoy hukumati har bir tarmoqda qo'llanayotgan taktikalarni qisqacha bayon qilib o'taman. Birinchi, assimilyatsiya qilib yo'qotish. Qarindoshlar bu jihat yuz berayotgan ishlarni hammadan yaxshi biladi. Xitoy hukumati bu ishni kam deganda mundaq 4 jihatni elib beryotdi. Birinchi, Uyg'ur millatining dini, tili, madaniyati, urf-odati va Uyg'urlikqa vakillik qiladigan yoki Uyg'urlikni namoyon qiladigan boshqa barliq narsalarni cheklab yo'qotish. Ikkinchi, Sharq Turkistonga ko'plab Xitoy nopusini ko'chirib kelib, Uyg'urlarni nopus jihatda o'z makonida bir nayt kichik millatga aylantirib qo'yish. Uchinchi, o'qitish va xizmat berish bahonasi bilan bir qism Uyg'urlarni Xitoy o'lkalarida yashitib, meni yuyish. To'rtinchi, yumshoq va qattiq inson injenerligi vositalaridan foydalanib, Uyg'urlarning mengisini yuyib, ularning boshqa barliq ruhiy dunyosidagi Uyg'urlik elementlarini tozalab chiqarib etish. Uning o'rniga Xitoylarga tava elementlarni qochilash. Bu yerdagi oldingi 3 soha qarindoshlarga bir qadar oydin bo'lib, men bu yerda 4-soha ustida ozroq to'xtalaman. Hozir Xitoy hukumati qamalgan Uyg'urlar va yetim bolalar markazlariga so'langan Uyg'ur bolalarini mengi yuyish orqali o'zgartirishda asosan Xitoy tili va Xitoy madaniyatini majburiy o'rgatish, siyosiy o'rganish qildirish, Xitoycha naqshi aytqizish, Xitoycha usul o'ynagizish va Xitoylar bilan bir uyda turishga majburlash qatorliq yumshoq vositalarni qo'llanayotdi. Turma va jazo lagerlariga so'langan Uyg'urlarni o'zgartirishi bo'lsa, yuqoridagi yumshoq vositalardan boshqa yana intayin vahshiy tan jazolaridan iborat qattiq vositalarni qo'llanayotdi. Angliyalik Uyg'urshunos Joan Smith Fennelly xonim o'tgan yili yana Uyg'urlarga qartilgan bostirish siyosatlari eng avjiga chiqqan mezgilda Uyg'ur rayonida tekshirish elib borgan g'arb olimlarining biri bo'lib, yaqinda Erkin Osiyo radiosi u Uyg'urlar haqida yozgan bir parcha maqola haqida xabar berdi. Xabarda mundaq deyiladi. Naql. Fennelly xonimning ko'rsatishicha, u Uyg'ur elidagi tekshirishni oyoqlashtirib, iyulning 5-ida Angliyaga qaytgandan keyin angliyalik yozuvchi George Orwellning 1984 nomli romanini o'qish majburiyatini his qilgan. George Orwellning mazkur asrda hukumat xo'ja aka deb qaraladigan, odatdagi avam fuqaroning hech qanday o'z oldiga fikr qilish erkinligi bo'lmagan. Ularning barliq ish harakatlari ko'zitish apparatlari, maxfiy tinchig'ich va hatto televizorlar bilan ta'qib qilinib turadigan bir zulmatlik jamiyat tasvirlanadi. U maqolasining oxirida bu tuyg'ularni mundaq ifodalagan. Bu mashhur asar bilan navbatda Shinjongni o'z iskanjasiga olgan asabiylikni tugatish va ideya o'zgartirish harakatlarining butunlay jipslashadiganligi hayron qolarlik edi. Kitobning oxir qismidagi bosh personajning so'roqchisi munolarni oshkorlagan edi. Biz dushmanlarimizni butunlay tarmar qilmaymiz. Balki biz ularni o'zgartimiz. U bid'atlar bizga qarshi turadi ekan, biz ularni vayron qilmaymiz. Ularning e'tiqodini o'zgartimiz. Ularning ruhiy dunyosini asir olamiz. Ularni qayta yasab chiqamiz. Sening iching kavaklashidi. Seni ichingdan siqib chiqarib, uning o'rniga o'zimizni to'shtiramiz. Naql tugidi. Yuqoridagi mazmun hozir vatandagi Uyg'urlar ustidan elib berilayotgan assimilyatsiya va ideya o'zgartirishning nima ekanligini nihoyat obrazli tasvirlab beradi.
Mən George Orwell'ның 1984 degan romanını bir qatim o'qib chiqish uchun uni Amazon to'ridan setib oldim. Ikkinchi, ruhiy va jismoniy jihatdan meyiblaştırıp yo'qotish. Biz burun jazo lagerida bir mezgil tutib turilib, keyin qo'yib berilgan hamda chet elga o'ngishliq chiqib oladigan bir qancha qarindoshlarimizdan jazo lagerlarida qandaq tan jazolari va qiynashlarga uchraganligini angladik. Ular deb bergan ishlarning ichida bir xil dori ishkizish, uyqusiz qoldirish, yo'lvas o'rindig'ida uzun muddat o'ltirg'izish, tok orqali qiynash, zanjir kishanlarda bog'lanib, midilyalmas qilib qo'yilgan bir xil holatda tunlarni o'tkazish qatorliqlar bor bo'lib, ulardan ba'zilari bunda qiynag'ichi meni o'ltirvatsin bo'ptikan degan istaklardan bo'linganligini tilga oldi. Buningdan bir qancha oy ilgari ijtimoiy taratqularga vatandan kelgan mundaq bir uchur chiqdi. Janubdagi ma'lum bir jazo lageri muddati toshgan bir qism Uyg'urlarni qo'yib berib sinagan. Ularning ichidagi o'z uyini tepib ketolmaganlarni qo'yib berib, o'z uyini tepib bora olganlarni tutib jazo lageriga qaytadan so'lagan. Bu yil 3 yanvarda tövendeki Tor jurnalda bir parça İngilizce maqola e'lon qilindi. U maqolada mundaq deyiladi. Qozog'iston grajdani Abil Amantay o'tgan yili Sharq Turkistonga borganda u tutilib, Bo'rtalaning Jing noyasidagi bir jazo lageriga solinadi. Uning dadasi Nurg'un Yo'lmengib o'tgan yil 12-oyda uning bilan ko'rishish fursatiga erishib, uning bilan ko'rishdi. Hamda o'g'lining jazo lageridan chiqib bir zavodda ishlaydiganligini, eğe 650 so'm maosh oladiganligini bayqaydi. Abil Amantay hozir har 2 oyda bir qatam Qozog'istondagi ayoliga telefon qilish ijozatiga erishgan bo'lib, uning ayoli muxbirga mundaq deydi. Erim ancha ko'p gap qilmay, faqat nurg'un narsani o'rganyapman deydi. Ammo har qatam telefon qilganda bolalarimning ismi nima, qancha yoshga kirdi, qancha sinflarda o'qiydi deb so'raydi. Qaraganda u hozir nihoyat og'ir darajadagi esni yo'qotish holatida o'xshaydi. Biz lager yoki turmalardan qo'yib berilib, uyga berib bir hafta turgandan keyin o'lib ketgan Uyg'urlarning ishlaridan nihoyat ko'plarini angladik. Men yaqinda Amerikada 2 magistrlik unvoniga erishib, vatanga qaytib ketgan Mutallib Nurmamat inimizning bir jazo lageridan chiqib, 10 kun o'tganda lagerdagi vaqtida uchragan og'ir tan jazolarining zaxmisidan 41 yoshida o'lib ketganligini o'zimning Facebook to'rida yozdim. Mutallib hukimiz Kaliforniyada o'qiyotgan vaqtida biz bir rayonda turgan hamda okufkadak yaxshi o'tgan edik. U intayin bastilik, intayin qabul va intayin sog'lom bir yigit edi. Hozir bu xildagi ahvol vatanda keng ko'lamda yuz berayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bizning biladiganlarimiz intayin oz. Ish qilib jazo lagerlarida o'lib ketayotgan Uyg'urlarning xabarlarining oxiri uzilib boqmadi. Uningdan boshqa vatandan chiqqan Xitoy soqchilari jazo lagerlaridagi Uyg'urlarga badanni qiynaydigan tan jazosi berayotgan ko'rinishlar intayin vahshiy bo'lib, ularning ba'zilariga odam qarashqin bardoshlik berolmaydi. Şunlaşqı biz o'zimizdan hozir jazo lagerlarida turayotgan qarindoshlarning qancha %i jismoniy jihatdan butun odam bo'lib turayotgandi deb so'rmay tura olmaymiz. Xitoy hukumatining hozirgi plani o'lib ketmagan Uyg'urlarni mengi yuyish, dori ichkizish va og'ir tan jazolari bilan qattiq qiynash orqali hech qanday talabga yo'q deyilmaydigan, boshqalarga hech qanday qarshilik ko'rsatilmaydigan, qo'ydak nega etilsa shu yerga mangdigan, o'lib ketguchi Xitoyga haqsiz yoki yo'qurqidak intayin oz pulga ishlab beradigan, ruhiy va jismoniy jihatdan og'ir darajada meyiblaşgan yerim boshni odamlarga aylantirib qo'yish ekanligini ko'rib olish tas emas. Xitoy hokimiyati bundaq ishlarni Uyg'urlarga burunma qilib boqqan. Masalan, Jallod Xitoy Wang Jin Sharq Turkistonda 1949-yildan 1953-yillargacha keng ko'lamli qirg'inchilik elib berib, keyin markazga doklad berganda, men Xinjiangda keyingi 50 yil ichida birarmi aksini qilib chiqmaydigan qilib etaman degan. Xitoy hukumati hozir nihoyat zo'r sondagi Uyg'urlarning ichki a'zolarini tirik turg'izib elib, ularni setib atadi. Ya'ni Uyg'urlarni Xitoy hokimiyati organ sodasining moddiy manbasi qilib atadi. Shu sababdan nihoyat ko'p sondagi Uyg'urlar meyib odamga aylanib qolib atadi. Hamda baldir o'lib ketib atadi. Mushundaq taktika orqali ular bir tarafdan pul tepib, yana bir tarafdan Uyg'urlarni yo'qotish maqsadini ishga oshirib atadi. 3. Uyg'urlarning tabiiy ko'payishini to'xtatib yo'qotish. Bir qancha oyning oldida vatandan kelgan ba'zi uchurlarda jazo lagerlaridagi 15 dan yuqori yoshdagi barliq xonim qizlarga bir xil dori ichkizilganligi, shuningdan keyin ularning hammasi odat ko'rishdan to'xtaganligi tilga olindi. Nihoyat ko'p sondagi Uyg'urlarni tutib, ayollarni jazo lagerida ayirib etish, jazo lagerlaridagi ayollarni zavodlarda ayirib ishlatish, erni tutib ketib, ayolni uyda qo'yish yoki ayolning uyiga Xitoy erdan birini tiqib qo'yish hamda erlarni Xitoy o'lkalaridagi turmalarga elib ketish qatorliq vositalar bilan Xitoy hukumati hozir ayol bir uyda turadigan normal Uyg'ur oilasining nisbatini intayin kichik songa tushirib qo'ydi.
Agar bundaq ishlar davomlashaverdi ekan, ma'lum vaqt o'tgandan keyin Uyg'urlarning tabiiy ko'payishi asosan to'xtab, yangidan Uyg'ur tug'ilmaydigan bir ahvol vujudga keladi. 4. Uyg'urlarni o'ltirib yo'qotish. Bu jihatda hozirgacha Xitoy hukumatı qo'llanayotgan taktikalardan mundaq ikki xili xabar qilindi. 1. O'pchi o'ltirib yo'qotish. 2. Tarqoq o'ltirib yo'qotish. O'tgan yili 10-11 oylarda ijtimoiy taratqularda mundaq bir uchur chiqdi. Xitoyning Korildagi ishlab chiqarish qurilish armiyasi bir kechada atrofdagi Uyg'ur kentlaridagi 100 ming atrofidagi Uyg'urlarning hammasini qirvatdi. Qerlar, ayollar va bolalarni saq qo'ymadi. Men ayni vaqtda Xitoy hukumatining bu ishni qilishdagi maqsadini degandek yaxshi tushunolmagan edim. Yaqinda Xitoyning bir yo'l bir balva qurilish haqidagi bir hujjatlik filmini ko'rgandan keyin ondan bu ishni tushundim. Xitoy hukumatining bir yo'l bir balva qurilishining bir xalqliq tarkibiy qismi Korlini O'rta Osiyo va Yevropaning erkin savdo markaziga aylantirish ekan. Demak, Korildagi Uyg'urlar bu qurilish uchun bir ortiqcha yuk bo'lib qolibdi. Shuning bilan Xitoy hukumati dunyoga bildirmay, u yerdagi Uyg'urlarni bir kechada yo'q qilib etibdi. Mushundaq ish Sharq Turkistonning boshqa yerlarida yuz berdimi yo'q? Menda bu jihatda ma'lumot yo'q. Xitoy hukumatining maqsadli holda och qo'yishi, doğru ishkizishi ve intihani vahşi ten cezalarini işletishi neticesinde hazır Şarkı Türkistan'daki türme ve ceza lagerlerdeki Uygurlar nait köp sanda ölüp ketiyotidu. Men ötkende Mihrul Tursun sınglimiz təminlegen paketga asasen lagerdeki her milyon Uygurdan her 3 ayda 130 mingdan artık adam ölüp ketiyotganligini hesaplap çıqqan edim. Bu sahada sırtqı çıqqan uçurlar ancha köp bolmagachqa haqiqiy ahvolning zoti qandaqligini bilgil bo'lmaydi. Onundan başqa hazır yetim balalar merkezlerine solangan Uyghur balalarının sanımı 500 ming atrofida bo'lib, ulardanmı ölüp ketiyotganlar nait köp. O'tgan yili vatanimizning janubidagi bir shaharga chet eldan tuqqan yo'qlab borgan bir Xitoy chet elga qaytib kelgandan keyin mundaq bir ahvolni yozdi. Uning tuqqunning zavodi bilan bir turmaning oralig'ida bir qancha kilometr kenglikda ishlatilmagan sayliq bo'lib, hozir u sayliqning hamma yeri shu turmada o'lgan kishilarning yerligi bilan to'shib ketibdi. Men oldingi maqolamda yozgandek, hozir Xitoy o'lkalariga tarqatilayotgan Uyg'urlar o'zining nada ekanligini bilmaydi ekan. Ularning oilasi ularning Sharq Turkiston emasligini bilmaydi ekan. Hamda Xitoy o'lkalaridagi Uyg'urlar qamalgan turmalarning atrofidagi xalq yenidagi turmaga nait ko'p sondagi Uyg'urlar to'shib kelinganligini bilmaydi ekan. Xitoy hukumatining ishini mushu tariqada qilishning birli maqsadi bor. U bo'lsa-mu shu Uyg'urlarni toki o'lib ketguncha Xitoy o'lkalaridagi turmalarda saqlab haqsiz ishiltish. Uyg'urlarni turma va jazo lagerida oz-ozdan o'ltirib turish meningcha bir xil tarqitib o'ltirish taktikasiga kirdi. Shunlashqa men yaqindan buyon o'z leksiyalarimda jazo lagerlarini odam o'ltirish zavodi deb atab keldim. Yuqoridagi 4 xil taktikadan foydalanib, Sharq Turkistondagi atalmish normal turmush kechirayotgan Uyg'urlarni emas, balki turma va lagerning sirtidagi ruhiy va jismoniy jihatdan yerim meypalti keltirilgan Uyg'urlarning nüfusini 6 yoki 7 millionga tushirish butunlay mumkin. Hozir Xitoy hukumatining qilayotgani dal mushu ish bo'lishi mumkin. Buningdan birer hafta burun doktor Mehmet Emin bir parcha yozma tayyorlab, Xitoylar buningdan taxminan 2300 yil burun ijod qilgan xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli deganni qisqacha tunishtirdi. Hozir shu usullarning ba'zilari Uyg'urni kontrol qilish uchun qo'llanilyotidi. Men texi o'qib baxmagan qarindoshlarga shu yozmani bir qitim o'qib chiqishni tavsiya qilaman. 5. Qamalgan Uyg'urlarning soni zodi qancha? Men bu vaqtda hozirgacha to'plagan sonliq ma'lumotlar tuvandikicha. Li Fang ismli bir Xitoy ziyolisi sunniy hamroh tortilgan rasmlarni tekshirish orqali Sharq Turkistondagi boshqa binolardan ayrilib turadigan yerlarga joylashgan turma bilan jazo lagerlariga 1.360.000 odam sig'idi degan yakunni chiqardi. Bu yakun 2018 yil 28 dekabrdagi bir cho'ng inglizcha matbuot, ya'ni The Epoch Times'ning maqolasiga chiqdi. Li Fang apandi kentlarning ichiga joylashgan egiz ho'yli tomlari va qorovulliq munorlari yo'q turmalarni topolmagan. Hamda shaharlardagi cho'ng binolarning ichiga joylashgan va yer ostiga joylashgan jazo lagerlarini farq etilmagan. Agar ashundoq farq etish mumkin bo'lmagan turma va jazo lagerlariga solangan Uyg'urlarning soni yuqoridagi sonning 25%ga to'g'ri keladi desak, u 340 ming odam bo'ladi. Yana Xitoy o'lkalariga 500 ming Uyg'ur yo'tkash qaror qilinganligi e'lon qilindi. Hozirgacha oshkorlangan o'lkalardan Xelongjang, Sanshi va ichki Mo'ng'ul qatorliqlar bor. Yana Gansu'dagi odam qechish mumkin emas bir sayliqqa 2013-yildan boshlab selinib, o'tgan yil putgan bir jazo lageriga 1 milliondan ortiq odam sig'adigan bo'lib, u yerga Uyg'urni yo'tkash boshlanganligi xabar qilindi. Yana
Uyg'ur agentligi yetim bolalar markaziga yig'ilgan Uyg'ur bolalarining soni 500 mingdan oshadiganligini xabar qildi. Yuqoridagi sonlarni qo'shsak, jami 3 million 700 ming odam bo'ladi. Bu son Korluda o'ldirilgan 100 ming Uyg'urni hamda tarqoq o'ltirish vositasi bilan o'ldirilgan Uyg'urlarning sonini o'z ichiga olmaydi. Bu yil kirgandan buyon ko'plagan Xitoy ziyolilari 2019-yil ichida Xitoy hokimiyatida bir cho'ng o'zgarish bo'ladiganligini faraz qilyotdi. O'tirib qo'yilgan ehtimolliklardan bir qanchasi bor bo'lib, ularning ichidagi asosliklarining biri Xitoy hokimiyatining tej yo'l bilan o'zgarishi. Yana biri bo'lsa, kommunistik Xitoy hokimiyatining o'rlib tushishi bilan Xitoyda bir cho'ng qalamqonchilikning yuz berishi. Agar ikkinchi xil ehtimollik yuz berib qoladi ekan, hamma odam o'z yerini qutqizib qolishga yuguraydi. Ashundaq ahvolda qamalgan Uyg'urlarga, bo'libmi hozir Xitoy o'lkalarida maxfiy qamoqliq turayotgan 1,5 million Uyg'urga har kuni 1-2 vaqt tamoq etib opirib, tarqitib beradigan odam chiqarmi? Hozir chet eldagi ko'plagan Uyg'urlarning vatandagilar bilan aloqalash baxmag'iniga 2 yil bo'lib qoldi. Menimi shularning biri. Shung biz vatandagi tuqqanlarimizning hozirgi holatini asosan bilmaymiz. Aloqamiz bor tuqqanlarimizdan boshqa tuqqanlarning ahvolini so'ray olmaymiz. Agar so'ray olgan taqdirdami, tutib ketilgan tuqqanlarning ahvolini ularmi bilmaydi. U tuqqanlarimiz vatandami yoki Xitoy o'lkalariga akitildimi, biz ko'rishgan tuqqanimiz bilmaydi. Endi mushundaq bir ahvol ostida chet elda sukut turishning qimmati haqida ozroq o'ylanishga to'g'ri keladi. Nur Bakirning sadoqatmanligi va uning Xitoyga qo'shgan zo'r to'hfasi uni Xitoyning jazosidan qutuldirib qola olmadi. Shunlashqa mening sukut turishim vatandagi qarindosh tuqqanlarimni qutuldirib qoladi deb o'ylaydiganlar yolg'iz Xitoy hokimiyatidan rahimdillik tilab qolmay, yana Allohdan yordam tilashga majbur bo'lish mumkin. Biz o'z tuqqanlarimizning ko'pinchisining hozirmi Sharq Turkistonda bor yo'qligini hamda ularning hayot yoki o'ldirilganligini bilmaymiz. Bu yerdagi bir haqiqat shuki, biz chet eldagi barliq Uyg'urlar hozir to'liq harakatga kelib, hammamiz birlikda eng yuqori darajada tirishchanlik ko'rsatib, Xitoy hukumatining iskanjasida turayotgan barliq qarindoshlarimizni yoki barliq Uyg'urlarni qutqizmay turib, o'zimizning tuqqanlarini hargizmi ayrim qutqiza olmaymiz. Tugidi.